Yevropa İttifaqı Xitoyning Litvaning eksportiga ta'sir yetkazadigan savdo cheklamasiga qarshi Dunyo savdo tashkilotida qonuniy da'vo ochildi. Litva doiralari Tayvanning Litvada o'z nomida vakillik o'rnini ta'sis qilishni tasdiqlagandan keyin Xitoy-Litva munosabati jiddiylashdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Litva mollarining tamojnadan o'tishiga to'sqinlik qilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy armiyasiga tava 9 urush aeroplani Tayvan havo mudofaa taraqlantirish rayoniga kirgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi tönügün kechda 6 dona J-16 kurashchi aeroplani, 2 dona Y-8 dengiz chorlash aeroplani va 1 dona Y-8 transport aeroplanining havo mudofaa rayonining g'arbiy janub qismiga kirganligini e'lon qildi. Bayonotda aeroplanlarning radio orqali ogohlantirilganligi, ondan harbiy chorlash aeroplani va havo mudofaa boshqariladigan bomba sistemasi qo'llanilganligini bayon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Erdo'g'anning taklifiga binoan Turkiyaga keladiganligi xabar qilindi. Putinning kelish vaqti hali e'lon qilinmadi. Prezident bayonotchisi Ibrohim Kalin bundan burun Prezident Erdo'g'an, Putin va Ukraina prezidenti Zelsinki bilan so'zlashyotdi. U hatto har ikkisini Turkiyaga taklif qildi degan edi. Amerikada ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgikining oldin ilish qonunining ijro qilinishiga doir yangi qadamlar bisilmoqda. Amerika ovozi radiosining xabariga qaraganda, Amerika davlat bexatarlik ministri Bayden Harris hukumatining Amerika ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakni yo'qotishni oldingi o'ringa qo'yish tirishchanligining bir qismi sifatida Uyg'ur majburiy emgak qonunini yo'lga qo'yishda muhim bir qadam tashildi dedi. İran Davlatlik televiziya stansiyasiga qaratilgan tor hujumi natijasida televiziya programmasida terrorlik tashkiloti deb qaralgan Xalq mujohidlari tashkiloti rahbarlarini maqtagan mazmunlar bir necha sekund ekranda paydo bo'lgan. Xabar qilinishicha, tor hujumi sababli televizor ekranida bir necha sekund ichida Rajevga salom, Xomeyniyga o'lim qatorliq mazmunlar ko'rilgan. Xabar qilinishicha, Renault, Nissan va Mitsubishi avtomobilchilik ittifoqi kelgusi 5 yilda 23 milliard yevro mablag' selib, elektronlik mashinani o'rtaq taraqqiy qildirdi ekan. Bu shirkatlar birlashma bayonotida mundaq dedi. Renault, Nissan va Mitsubishi ittifoqi kelgusi 9 yilda 35 xil yangi to'qliq mashina modelini bozorga soladi. Bu 5 o'rtaq supa orqali harakatlanadi. Saudiya Arabistonda davlatning qurilgan vaqtini 1727 yil 22 fevral deb e'lon qilish qaror qilindi. Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdulazizning bu vaqtda chiqargan farmoni rasmiy xabar agentligi SPA'da e'lon qilindi. Bu farmonning davlatning yildizidan faxrlanish va fuqarolarning Muhammad bin Saud davridagi hukmronligi bo'lgan cho'nqur sadoqatmanligini asos qilganligi bayon qilingan.